Kechqurun chap yonboshlab yotish yuragingizga foydali degan gap asli noto'g'ri. Siz o'zingizga qulay holatda, qulay pozitsiyada yotishingiz mumkin. Bu hech qanday yuragingizga ta'siri yo'q. Agar sizda jigar muammolar, o'tqoq muammolari bezovta qilayotgan bo'lsa, siz xohlasangiz ham chap yonboshga yota olmaysiz, chunki yuklama o'ng tomonga tushadi va siz majburan o'ng tomonga yonboshlab yotishga majbur bo'lasiz. Albatta, uni asosiy kasalligini davolaganingizdan keyin siz ham hammaga o'xshab xohlagan holatda yotishingiz mumkin bo'ladi. O'pka kasalligi bor bemorlarga ko'pincha qoringa yonboshlab yotishni tavsiya etiladi. Nima uchun? Chunki ko'krak qafasi ochilib, o'pkamiz maksimal darajada ishlaydi. Ko'rdingizmi, har bitta kasallikni o'zining yotish qonun qoidasi bor. Siz albatta kasalliklaringiz aniqlangan bo'lsa, surunkali muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni vrachingizdan so'rab, o'zingizga qulay vaziyatni tanlashni o'rganing. Va albatta, agar muammolaringiz bo'lsa, aslo qaysi yonboshlashni tanlash esa o'zingizning ixtiyoringiz. Bundan hech ham aslo qo'rqmang. Videoni saqlab qolishni aslo esingizdan chiqarmang va albatta yaqinlarimizga ulashing. Menga obuna bo'lishni esa aslo esdan chiqarmang.